Top 30 ta tadbirkor ro'yxatiga kirgan tadbirkorlarimizdan, startaperlarimizdan o'zingizni tanishtirsangiz. Yana mana 3-chi bu hozir ssenariyimizga ketyapti, lekin haligacha biz top 30 taga kiramiz, lekin haqiqatan shunaqa ekan-ku, nega uyalasiz? Endi uni har xil interpretatsiya qilish mumkin, o'sha top 30 talik deb, lekin men har doim o'zimni prosta tadbirkor deb aytaman. O'zbekiston Forbes-da bu ham. Endi O'zbekiston Forbes bo'lmagandan keyin uni qanaqadir bir katta qiymati yo'q. O'shanga men bu narsa uchun samozvaniyada bo'lib ko'rinish uchun xohlamayman. O'zi nima qilganlarni bu ro'yxatga kirgizishadi? Masalan, Qizildek, 27 yoshsiz. Hozirgi kunda 27 yoshman. Birinchi kriteriysi 30 ga to'lmagan bo'lish. Xuddi shunaqa. Ikkinchisi-chi? Ikkinchisi qanaqa ekosistemaga, masalan, tadbirkorlar nafaqat o'ziga manfaati bo'lishi kerak, balki o'sha sotsiumga manfaat tegan insonlar bo'lishi kerak. O'shani hisobiga ham men o'sha undan oldin qilgan startap loyihalarimni sotsiumga juda katta bir muhim muammoni hal qilgani uchun ham bu spiskga kirgizishgan deb o'ylayman.